Bu video murojaatim butun chiroqchiliklarga. Mana shu ko'rib turgan joyingiz Chiroqchidagi eng ko'p Navro'z bayramlari, mana shunaqa bahoriy yig'inlar o'tkaziladigan joy Hayitko'l qishlog'ining oldi bo'ladi va bu joyni hozirgi kunga kelgan ahvolini qaranglar. Agar mana shu tarzda davom etsa, bu mana shunday bir go'zal tabiat, toza havo qachongacha boradi deb o'ylaysizlar? Noinsoflar, kelyapsiz, mazza qilib o'tiribsiz, chiroyli tabiat, toza havo haqiqatan. O'sha toza havoni asrab qolish uchun ozgina o'zingizdan qolgan chiqindilarni tozalab keting. Siz bir kun bayramingizni qilib ketasiz bu yerda. Ertaga bu yerda xalqining moli kelib o'tlaydi bu yerga, qo'yi kelib o'tlaydi. Erta birontasi biron narsani yeb qo'yib kasal bo'lib o'lsa, kimga zarar, kimga foyda? Shuning uchun mana shu narsaga ozgina e'tibor qilishlaringizni xohlagan bo'lardim. Yana bitta murojaatim Chiroqchilik, butun Chiroqchilik blogerlarga, qaysi bloger bo'lsa Chiroqchidan atmetka qilib ketinglar mana shu videoga iltimos. Chiroqchilik blogerlar borib mana shu joyda erinmasdan bitta kontent bo'ladimi, ikkita kontent bo'ladimi qilib olib chiqinglar, ko'rsatinglar xalqqa. Mojit o'shani ko'rgandan keyin ozgina o'zidan uyalib, o'zidan qolgan axlatni yig'ishtirib ketsa. Iltimos sizlardan.